2026 Volkswagen Polo bu zamonaviylik va texnologiyani birlashtirgan kichik, ammo qulay shahar avtomobilidir. Yangi Polo avvalgi modellarga qaraganda yanada ixcham, energiya tejamkor va xavfsiz bo'lib, unda Germaniya sifatining barcha jihatlari mujassam. Tashqi ko'rinishida o'tkir chiziqlar, LED faralar va aerodinamik dizayn avtomobilga sportcha ko'rinish beradi. Old bamper kengaytirilgan panjara bilan jihozlangan bo'lib, bu modelni yanada agressiv va jozibador ko'rsatadi. 16 dan 18 dyuymgacha bo'lgan alyuminiy disklar har xil variantlarda taqdim etiladi. Salon ichida esa Volkswagen o'zining yuqori sifatli materiallari va ergonomik dizayni bilan ajralib turadi. Kengroq displeyli raqamli asboblar paneli, 10 dyuymli multimedia tizimi va Android Auto hamda Apple CarPlay qo'llab-quvvatlovi haydovchiga qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Yoritilgan interyer chiroqlari va yumshoq o'rindiqlar yo'l davomida yoqimli muhit yaratadi. Dvigatel qismi ham yangilangan. 1.6 turbo benzinli motor 95 yoki 110 ot kuchi bilan taqdim etiladi. Shuningdek, 7 pogonali disk avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlanadi. Ushbu kombinatsiya yoqilg'i sarfini kamaytirib, silliq va tezkor yurishni ta'minlaydi. Xavfsizlik sohasida 2026 yilgi Polo ilg'or tizimlar bilan jihozlangan. Adaptiv kruz nazorat, charchoqni aniqlash tizimi, avtomatik tormoz yordamchisi va yo'lni ushlab turish funksiyasi mavjud. Bu xususiyatlar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini yuqori darajada kafolatlaydi. Volkswagen Polo 2026 bu shahar hayoti uchun mukammal tanlov. U nafaqat zamonaviy ko'rinish va texnologiyani, balki ishonchlilik, tejamkorlik va qulaylikni ham o'zida mujassam etgan. Yangi Polo bilan har bir safar yanada yoqimli va ishonchli kechadi.